Avtosalon narxidan $11,000 arzoniga sizlar bilan Jetour T2 ni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bunaqa variantlar har doim ham chiqavermaydi. Bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, shu paytgacha 30,000 masofani bosib o'tgan. Mashinamizni polnik $3,000 ga navrot qilingan ekan. Birma-bir navrotlarni birgalikda sanab o'tamiz. Mordalari polnik broni plyonka bo'lgan ekan. Buni eng zo'r tarafi propan 75 talik pakalina propanlar ham qo'yilgan ekan. Propanini o'zini $1,800 ga qo'yishgan ekan. Ichiga tonirovkalari qilingan ekan. Hali ruxsati ancha bor ekan. Ichida sambuferlari bor ekan. Qo'shimcha chiroyli polik tashilgan. Xullas, minish uchun hamma xarajat qilib qo'yilgan. Egalari shu mashinani xarid qilgan mijozga zo'r sovg'asini aytamiz deyishdi. Xohlagan shofyorga juda ham yoqadigan joyi bor ekan mashinani. Mashinamizni salon qismi bilan tanishamiz. Mashinamiz turkara tur bo'ladi. Hech qanday qolib ketmaysiz. Mashina tez fursatda trendga chiqib ketdi bu mashina. Juda ham mijozi ko'p bu mashinamizda. Polni orqasi spalni bo'lar ekan. Mana bu narsalarni xudo xolasa sizlar uchun qoldirib qo'ydik. Juda yaxshi pulga olishgan ekan. Pilsoskalari ham bor ekan mashinamizda. Yana bitta zo'r tarafi benzin, propanni ham shu joyga uстановка qildirishgan ekan. Juda ham chiroyli turibdi mashinaga. Xullas, olgan odam faqat minish uchun tayyor qilib qo'yilgan. Bahosini esa salon narxi 44 ming ekan, egalariga 47 mingga tushgan ekan. Bahosini sizlar uchun talashib, tortishib 2 soatcha savdo qilib $35,900 ga ko'ndirib qo'ydik. Bunaqa narxlar, bunaqa shanslar faqat NBNda bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosish esdan chiqmasin.